Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimga tashrif buyuruvchilar, Mustajab kanalining muxlislari, har kuni duolarimni kutib, o'qib, foydalanib turgan bo'lsanglar, men juda xursand bo'laman, manfaatim tekkanidan. Bugun ham bir yaxshi duo haqida sizlar bilan suhbatlashmoqchiman. Bu suhbatga munosib qilgan, nasib qilgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Bugun ham bir chiroyli Allohning oyati haqida sizlar bilan suhbatlashib, sizlarga shu ma'lumotlarni yetkazmoqchiman. Bu har kuni iloji boricha o'zim bilgan, sanab ko'rgan, o'qigan, foydasini bilgan duolarim haqida ma'lumot berishga harakat qilyapman sizlarga ham. Bugun men sizlarga Allohning muborak oyatidagi, kalomidagi bir sehrli, sirli sura haqida. Men o'zim yaxshi ko'raman bu surani, Sharh surasi haqida gapirmoqchiman. O'zi Allohning har bir oyati go'zal, Allohning o'zi go'zal. Allohning har bir tushirgan harflari go'zal, har bir xayrli, barokatli, har bir sehrli. Har birimiz o'zimiz uchun ikki dunyo manfaatiga xizmat qiladigan oyat karimadir bu. Shuning uchun bularning ichida endi har bir suralarda o'zini ma'nolari bor, o'zini tafsirlari bor, o'ziga yarasha xayrlari bor, o'ziga yarasha barakotlari bor. Buni hadis shariflarda ham aytib o'tilgan, ko'p marotaba har xil suralar haqida hammasini sharhlashib, qaysi surani qay mahal qanaqa o'qisa bo'ladi, hadislarda ham juda ko'p zikr qilingan. Men ham shu hadislarni o'qib, ko'rib, o'zim necha marotaba sanaganman, ko'p duolarni. Sanamagan duolarimni hali sizlarga berganim yo'q, yoki bir o'zimning yaqinlarim shunaqangi foydalanib ko'rgan duolar haqida sizlarga ma'lumot beryapman. Bugun ham shu Sharh surasi haqida aytmoqchiman. Qur'oni Karimda shu Sharh surasi keladi. Bu Sharh surasi, Bismillahirrohmanirrohim. Bu sura ham Makkada nozil qilingan bo'lib, 8 oyatdir. U ham o'zidan avvalgi sura kabi boshidan oxirigacha payg'ambar alayhissalomga xitob bo'lib, Alloh taolo tomonidan u zotga ato etilgan fazl marhamatlar zikr qilinadi va u zotni mashaqqatlarga, sabr toqat qilishga hamda Alloh taoloning ibodatiga mudom rag'bat ko'rsatishga da'vat etiladi. Suraning nomi bo'lmish sharh kalimasi ochmoq, keng qilmoq degan ma'noni anglatadi. Mana qarang, bu payg'ambarimiz alayhissalomga da'vat qilib tushirilgan sura ekan. O'zi otidan ham, ma'nosidan ham bilsa bo'ladi. Sharh kalimasi ochmoq, keng qilmoq degan ma'noni bilinadi. Shuni anglatar ekan. Shuning uchun bu surada sir bor, sehr bor deyman. Men o'zim yaxshi ko'raman bu surani, o'zim ham necha marta aytib yurganman bu surani. Men sizlarga bu surani qaysi oyatini aytib yurish kerak? Bor ichilarimizda bir eridan zulm ko'rgan, bir kimdandir zulm ko'rganlar, xafa bo'lib yurganlar juda ko'p. Ichimizda shunday mahalda kuyinish kerak yo'q. O'zini sog'lig'ini ketkazib, voy-hoy qilish kerak yo'q, baribir Allohga aytgani bo'ladi. Shuning uchun Allohga yuzlanish kerak. Maslahat beraman sizlarga, Allohga yuzlaninglar. Va ushbu oyat karimani 5, 6, 7, 8 oyatini to'xtamay aytib yuringlar. Yurgan yo'llaringni ham aytaveringlar. Namozdan keyin duo qilib ham aytaveringlar. Buni foydasini bilasizlar, aytib yursanglar. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza farag'ta fansab va ila robbika farg'ab. Bas, albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Yana qaytarilyapti, qarang. Bas, qachon siz forig' bo'lsangiz, o'rningizdan turing va yolg'iz Parvardigoringizga yuzingizni buring deyilyapti. Sadaqallohu azim.
Ko'ryapsizmi? Bir mashaqqatni orqasidan deyapti, albatta yengillik bor, bir marta emas, 2 marta aytyapti Alloh. Alloh aytyapti bu so'zlarni. Hammasini. Shuning uchun ana shu duoni tez aytib takrorlab duo qilib yursanglar, inshaalloh hammalaring mushkullaring oson bo'ladi. Yaxshilikka Alloh shunday olib chiqib qo'yadi, o'zlaring bilmay qolasizlar. Men sizlarga shu oyat haqida bugun ma'lumot bermoqchi edim. Shu oyatni to'xtamay aytinglar. Agar shunaqangi bo'lgan bo'lsa, bo'lmagan bo'lsa ham o'zi har kuni 2 marta, 3 marta aytib qo'yish kerak bu oyatni. Judayam aytyapmanki, sehrli oyat bu oyat. Judayam ma'nolari ham o'zi ma'nosidan ham bilib turibsizlarmi? Mana aytib turibman, ma'nosi ham juda zo'r, go'zal. Shunda erinmanglar, yurgan yo'llaringni ham aytaveringlar. Ishxonalarda yurib amaliy tillaringda zikr to'xtamasa yaxshi. Zikr qilinglar, Allohni eslanglar, namozda qoyim bo'lib, duolarda doim bardavom bo'lsalaring, Alloh eshitadi. Alloh nihoyatda juda biz o'ylaganimizdan ham mehribon. Eshitib turadi, bilib turadi. Sababini biz qilaylik, yog'ni Allohga qo'yaylik, Alloh o'zi biladi. Doim duoda bardavom bo'laylik, duolarimiz Alloh ijobat qilsin. Ibodatlarda doim qoyim qilsin, qabul bo'ladigan amallar qilmoqligimizni nasib qilsin Allohim ilohim. Har birlarimiz mushkullarimizni Alloh o'zi aritsin, o'zi oson qilsin. Hojati borlarda hojatlarini Alloh o'zi ravo qilsin. Hamisha duolarimiz ijobat bo'lsin, duosi ijobat bo'ladiganlardan qilsin. Namozlarda palvon qilsin, hammamizni bardavom qilsin ilohim. Sajdadan o'lgunimizcha boshlarimiz uzilmasin ilohim. Amin degan qo'llarimizni Alloh quruq qaytarishga hayo qilguvchi al-hayyu bo'lgan zot quruq qaytarmasin ilohim. Hammalarimizni doim duolarimiz ijobat bo'lsin, ibodatlarimiz qabul qilsin. O'zi Rahman Rahim bo'lgan zot rahm shafqatidan bizlarni darig' tutmasin. Sog' salomat bo'linglar. Kelasi duo suhbatlarimizgacha omon bo'linglar. Yana uchrashamiz.